Voy ko'chani o'rtasida pishakchani uyi bor ekan. Alaboy kuchukni qo'lidan qanaqa qilib sog' chiqqanimi 18+ shamlar. Ertalabdan Peterda ko'chalari bilan zakazga qarab ketsak, dugonam ko'rsatib qoldi. Voy o'lay mana ko'rshkin domni qarang deb. Zakazga kirsam, shunaqa alaboy kuchuk moni kutib olsa deylar. Vovullab. Jim deganimga jimmaydi-da. Padaringga limonad deb bir-ikki urishib o'ziga keltirib qo'ydim. Jimgina bo'lib qoldi. O'zicha endi xayolida shu uyda qo'riqchisida bu kuchukcha. Ko'pchilik urmadingizmi deb yozibdi. Voy ursam bu o'lib qoladi-ku. Oynadagi vidga necha? Buyog'i 18+ boshlandi. Voy men shamchalarga o'lib qolayman. Vonasida suvni to'ldirib, shu shamchalarni yoqib qo'yib televizor ko'rib o'tirsa kerak. Uborkasini cho'tka qilib siljitadigan narsalarni hammasini siljitib, yig'ishtirib yurgan joyimda qarasam, bu gulni qaranglar. Искусственныйmi deb o'ylabman-da, shunaqa parodniy gul. Rosa yoqadi-da, shunaqa необычный idishchilar. Buni qaranglar, salfetkacharni to'shab, shunaqa ovulchilar solib qo'yar ekan. Bu zakazdan chiqib yugurib ikkinchi zakazimga ketdim. U yoqda уже zaryadkam tashlab yubordi, ulgurmadim. Kechqurun avtobusda uyga charchab kelib ovqat qilish kerak deb o'tirsam, erim ishdan kelib sirazi ovqat ko'rib ketgan ekanlar. Ancha bo'ldi erim ovqat qilmaganlariga. Badamni buzdim, ovqat yemayman deb aytgan edim, lekin 2 tarelka makaronni mazza qilib uribdi. Aslzoda har doim dadasining yoniga tiqilib o'tiradi.